Hammaga assalomu alaykum akalar. Video olishda davom etamiz. To'xtamaymiz nasib. Sizlarni qo'llab-quvvatlab turishingni, podpishkalaringni uchun biz yanada qiziq videolarni qo'yish boshlaymiz akalar. O'shanga aktiv bo'lamiz, imkon darajada qo'llab turishingizni chiqmasin akalar. Qarang, bugungi mijozimiz endi Sparkda bo'layotgan muammosi nima? Muammosi hop, mana mashinamiz hozir ishlab turishi bir xilda ishlab turibdi. Ravon ishlab turibdi deymiz buni. Hop, mana vozdukga ahamiyat bermaslar, vozduk filtri hozir yechib qo'yganmiz. O'shanga ko'chani gradus chiqqan. Ahamiyat beradiganimiz birinchi boshlaydigan bo'lsa, diagnostikani parametrlardan boshlaymiz. Parametrlarni boshida o'zi eng birinchilarini oldinga qo'yib qo'yadi hamisha. Hop, akamizda bo'yapgan muammosi HP'ga kiradigan bo'lsak, bizda mana bu yerda to'la HP edi. HP'larning 2110, 2106 HP'lari bor edi. Xudo xohlasa shularni hozir HP'sini hozir bartaraf qilish maqsadida birinchi predaxrantel tekshirdik, har doimgidek predaxrantel urib qo'ygan ekan, termostatdik. Plus hozir mana akamiznikini mashinani hozir yurib turishi bir xil ravon, ko'tarishlari yaxshi. Hozir mashinani o'chirib turib zavat qiladigan bo'lsak, muammo bo'lib qo'yapti akamizda. Mana zaslonkaga HP chiqib qo'yapti, mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Endi bu hozirgi holat, mana chek yonib qoldi, yurgizdik, o'zidan o'zi mana оборот ko'taryapti, mana ko'ryapsizlar. Endi qiladigan ishimiz HP'ni o'chiramiz. HP'ni o'chirsak, mashina ravon bo'lib qo'yapti mana. Hech qanday оборот ko'tarishi, оборот o'ynashi yo'q. Endi buni bitta narsa bilan sizlarga hozir nima qilib beramiz? Buni bartaraf qilish yo'li, ikkita yo'li bor. Birinchisi pustoy yeprom yozish. Pustoy yeprom zaslonka обучения xullas. Shu bilan xudo xolasa o'tish kerak. Agar shunda ham o'tmaydigan bo'lsa, zaslonkani drayveri bor, uni zamin qilish kerak bo'ladi. Lekin ko'p holatda o'sha 99% da imkon darajada shu yeprom bilan o'tib ketgan shu holat. Endi buni tekshirish yo'lini ko'rib oldinglar. HP'ni birinchi o'chiramiz. Yurishi ravon bo'lib, gaz bosganimizda yaxshi bo'lib turib, qachonki mashinani, qarang, hozir mana HP'si qaytib zaslonkaga chiqmadi bizda. Qachonki mashinani o'chiramiz. Mana. Yurgizadigan bo'lsak, mana HP tushib qo'yapti bizda. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar HP'ni o'chiradigan bo'lsak, qaytib HP chiqmaydi va qachonki mashina o'chirmaguncha zo'r yuradigan bo'lsa, unda обязательно yeprom yozib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan yordamimiz shu. Agar shunda ham yordam bermasa, keyin driverni almashtiramiz. Именно zaslonkan driver. Xohlasa, наличие remontga ham bor o'zimizda zapchasi. Biz birinchi qiladigan ishimizni qilib, xudo xolasa akamizga hozir mashinani topshirish harakatidamiz. Qaytarib o'taman, bu katta motor Spark 1.5. Akamizda mana termostat shtekirida, xullas mana ko'rishingiz mumkin. Qoragan, plus oldingi shtekirni chiqarib qo'yilgan deyishgan ekan, lekin bu chiqarib osilayotgan ekan. Buni imkon darajada mana holatga kelib chiqarib qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardik, mana holat. Chiqarib qo'ying. Iloji boricha mana singan narsalar qolmasligi kerak. Chunki mana korpusga tegadi mana. Korpusga tegsa, bunda plus massa yuradi bunda. Birinchi bo'lib predaxrantelimiz uradi mana o'rtadagini. Yo o'rtadagi, yo chekkadagini urib qo'yadi, ikkalasidan bittasi. Endi buni urgandan keyin zaslonkaga постоянно HP chiqib qoladi, miyaga pitaniya bormay qoladi, shuni hisobiga HP tushib qolib yeprom o'lishi mumkin. Hozir buni pustoy yeprom xudo xolasa yozamiz. Plus qolgan narsalarni tekshiramiz. Aytganimizda mana ko'chani kuzib qo'yganmiz va yechib olganmiz tekshirish maqsadida. Akalar, mana o'sha bitgan holat, hozir mashinamizni sinayapmiz hozir sinash jarayonida. Hop, akamizniki chiqqan, shu aytganimizdagi yeprom yozildi, nasib joyiga tushdi. Qolgan zamakandalari, provodkalarni xudo xolasa to'g'rilab qo'ydik nasib qo'ldan kelgancha. Endi xudo xolasa akamiz sinab yursalar bo'ldi, xudo xolasa bag'in. Akamizda qoldi yurib sinashdi. Mexanika mashinamiz qaytarib o'taman, zaslonkaga HP berib qoldi mashinamizda. Plus yana cheklar yonib qolib, xullas главный protsessorga, modul управления protsessorga ham HP beruvdi. U zamakanadan chiqdi, simlarda muammosi bor ekan, to'g'riladik. Qolgan o'sha zaslonkada qoldi, xudo xolasa zaslonkani ham ishi bitdi. Zaslonkaning ishi o'sha PCM flasher orqali har doimgidek trikor modul bilan xudo xolasa yeprom yozib berdik, akamiz ishini sifatli qilib bitirib berdik. Hozir buni o'chirib yurgizganimizdan keyin muammo bo'lib qo'yib turdi bizda. Hozir mana yurib keldik, xudo xolasa o'chiramiz. Zamon ochib yurgizganimizda yana chek yonib qolib, vang'illab qolyapti, ko'tarmayapti turdi bizda. Xudo xolasa hozir mana ishimiz bitdi, yepromni ham yozib bo'ldik, bitirib. Mana bosib ko'tarishlari zo'r nasib. Mashinamiz vaholanki gazda torishlari ham nasib, xudo xolasa zo'r bo'ldi deydi. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga 3 kun avtodiagnostika murojaat qilaverasiz.